Sodiq aka, giler paytlarni eslab bir e'tiborning xirgoyi qilib bering aka. Boshladingmi? Giler vaqti deganimizda bizlarga ta'sir qilgan muzika. Bitta xirgoyi qilib bering aka, mana yo'lda ketyapmiz mana. Azim aka, ustoz Azim akamning qo'shiqlaridan, Azimullo xonning qo'shiqlaridan. Go'zalimsan, asalimsan, bir umrga sevgilim. Mushtoq etma so'zlariga, jinov sochgan bir gulim. Tersa давай. Go'zalimsan, asalimsan, birga sevgilim. Mushtoq etma so'zlaringga, jinov sochgan bir gulim. G'ichechi ustoz Abdulla akam deb tersa bergan ekan. Degan Judayam o'lmas asarli bo'lgan. Abdulla aka hozirgi g'ichechilarimiz bor, hozirgi yo'nalishni boshlanishi. Bu ota bori o'sha nolalar hozir Sodiq aka ham ta'siri katta. Omon bo'ling akajon. Ustozlar omon bo'lsin. Abdulla aka, Azim aka ham, Ikrom aka ham, hamma ustozlar omon bo'lsin. Azim akamni ham Alloh taolo umriga, rizqlariga baraka bersin. Ustoz sog' bo'lsin, omon bo'lsinlar. Mana kechki sayr Sodiq akam bilan yuribmiz. Sayr qilyapmiz mana. Gapdan chiqdik. Gilerskiy bilan o'tirib mana gapdan chiqdik. Baraka topsin. Sodiq akam mani tashlab qo'yadi har doim. G'ofirjon Marades omadingni bersin. Rahmat. O'tgan safar qanaqa mashinada o'tding? Nimang bor edi? Hyundai. Hozir boshqacha yaponskiy mashina olibdi. Elektromobil bundan ham. U kerak emas. Bundan kesib olib tashlayverasan. Tagidan shamol o'tib. Bo'ldi. Okajon salomat bo'ling mana. Sog' bo'ling. Sodiq aka, suhbatimizni davom ettiramiz. Giler musiqa maktabida o'qiganimizda 1987-yilda bir qaytamiz. Men qishga uyga borganman. O'shanda rahmatli ustoz, endi biz texnikaga qiziqib o'rganganmiz-ku. O'rtoq Otajonov. Ey sanam hiçbir güzel bilasan? Sen kabi dildor emas. Salbanlar bor. Yüzleri ranamsal, ko'zlari xumor emas. Ustoz joylar jannati bo'lsin. O'shalarda eshitib o'sarkanda odam. O'lmas asarli bo'lgan. Zo'r narsalar bo'lgan. Odamga ta'siri kuchli bo'lgan. O'lmas asarli. Shunaqa. Sodiq aka mana giler paytlar bir ajoyib davrlar bo'lganda. Bizni fortepianoga o'tirib rosa o'rganardik, esingizdami? Kechki payt eshikni ochib ketardik oynani. Ertalab 5 ta kelish uchun. Qoroli Mahmud akamiz ochib bermasdi-ku, bilamidi? Ha, bilaman. Barlaring deb haydab yuborardi. Biz orqadan men hozir kollejda men o'shanaqa bolalarni ko'rmayman. Predenli bolalar qolmadi-da aka. U paytda boshqacha. Yana zapislar to'lib yotibdi hamma yoq. U paytlar o'tib ketdi aka. 87-yilda qaytib kelmaydi aka. 87-yilda qaytib kelmaydi. Bizni uxlamasdan tayyorgarlik ko'rib chalardik, to'g'rimi? Qiziqish ekan, qiziqish. Qiziqish juda baland bo'lgan. Kim nima o'rgansa o'shani o'rganib olardik-da. Kim nima chalsa bir-birimizdan. Kim men Sanjar akamdan nima xromatizm bor o'shani. Shirajo'yev. Sanjar akamdan. Ishq fasli bu-da. O'shanda bor. O'shani o'rganib keldim. Mana Sodiq akam bilan ketyapmiz. Gilerchilar gapdan chiqdik. Hozir mana Sodiq akam tashab qo'yish jarayoni. Qayoqqa yurisiz Sodiq aka? To'g'riga. To'g'riga, bu shapkaga kiraymi? To'g'riga, chapga. Bo'ldi, mana bu yoqqa yuramiz. Baraka top. Sodiq akamni tashab qo'yaman. Xudo xolisa Sodiq akam bilan suhbatni olib ketyapman. Gilerlarni eslab, o'qishda o'rganib. Nolalarni oqlayapsan-a?
Mendan o'g'irlagan nolalarini bu hozir meni tashlab qo'yib oqlayapti har safar. O'sha paytda bitta o'qituvchida o'qiganmiz, ustozimizda o'qiganmiz. Rahmatli Majid aka. Alloh rahmat qilsin, Allohim joylarini jannat qilsin. Ustoz Abdumajid Shoyinusov ustozimizni qo'llarida tahsil olganmiz, Sodiq akam bilan. Alapam konsertimiz. Mana. O'shani topolmayapmiz. Topsa bo'ladi. Hozir texnika rivojlangan paytda sekin poyezdga berib topsa bo'ladi. Mana shular yoshi o'tib ketgandir menimcha endi. U Men necha kirdim yil- gilerga qidirib. Yo'qmi? Taniganlar hech qanaqa nima yo'q deyapti. Yillarda kimmi, eskilardan kim qolgan? Kim? Baxtiyor akani ko'rdim, Rahmatilla akani ko'rdim. O'sha. Olur. Rahmatilla aka, Baxtiyor aka. Keyin Natalya Nikolaevna, Germaniya. Garmoniya. Solfej teoretik. Nomini bilmayman, shu o'qituvchilar yuribdi, katta rus o'qituvchilar. O'sha O'sha paytdagi vaqtda ruslar ko'p bo'lgan ekan, bilamading? Ruslar juda ko'p bo'lgan. endi bu paytda Abdushi bir o'rgatishgan. Fortepianodan kim paleshikdanmidi? Kim edi Fortepianodan fortepiano? Irina Geni. Bilmayman. Fortepianodan. Zuxusda o'qiganman. Xullas endi u paytlarda Abdushi o'rgatgan ekan odam, nima deydi anavi. Mehr bilan o'rgatishganda, to'g'rimi? Ustozlar. Ruslar zo'r dars bergan. Bitta narsani Men eshitganman. yong'oqdan yiqilib tushgan bilasanmi? Endi to'g'ri eshitganman. Men o'shani eslayman. Bitta narsani eshitmayman, Akrom akam bilan Voy, Ibadullayev garmoniya chalardilar akamiz. Siz bu yerda so'la Ozarbayjon fortepianoda bandaman. ikkalanglar bunda o'tirib olib, lekin Ispaniyani qilardinglar. O'tirib sekin chalardinglar-da. Sekin bu yerda men tomosha qilib o'tirardim, tomosha qilardik. Sinimat qilardik. Sinimat qilardik. Husniddin instrument sotadi hozir. Ha, endi siz ham zo'r muzikant bo'lgansiz mana. O'sha paytida o'sha vaqt